Allah'ın el-Mu'min degan ism sifatlari haqidagi tafsirlar. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tüvendi dehtanlığa Abdüveli Qari rahimahullah'ın Kur'an ve sünnet nuru aslida Allah'ın güzel isim sifatlarının kısaca tefsiri derslerinden Allah'ın El-Mu'min degan ism sifatları haqidagi tafsirini o'qiymiz inshaalloh. Ma'auzu billahi minashshaytonirrojim. Allah'ın El-Mu'min degan ism sifatları haqidagi tafsirlar. Allah'ın El-Mu'min degan sifati Qur'onda bir yerda tilga ilingan. Yani El-Haşr surəsinin 23. oyatida Allah'tan başka ibadetke layık hiç ma'bud berhak yoktur. O mutlak padişahtır. Yani bütün mahlukatın malikidir. Paktır. Yani hemme noksandan paktır. Müminlerge selametlik bağışlıqıcıdır. Dostlarını korkunuştan, azaptan emin kılgıcıdır. Emmini küzütüp durgucudur, galiptir. Qahr kılgıcıdır. Uluğluk egisidir. Müşriklerinin şirk keltirgen narsalardan paktır. El-Mu'min barliq mavjudatga amallik ve xotirjamlik beg'ishlig'ichi zot degan bo'ladi. U zot amallikni butkul olamga sabablarini yaratib berishlik bilan hamda tashvish ve qo'rqinchlarni yo'qotish bilan bütün olamga xotirjamlik, amallik ve tinchlikni beg'ishlaydi. İnsanni eğer ölçep köysek, düşmanlar tarafından talep kılıngan bulup, o bir tenglikte kalgan bolsa, zaifliki tüpeyliden azalarını hem hareketlendirişke çaresiz kalgan bolsa, navada hareketlendirişke kadir bulalasa hem düşmandan özünü müdafiye kılıdığan koralı bulmasa, ya ki Kur'an'ı bilen, düşman bilen uruşqa qadir bolalmasa, ya ki yardımcıları bulup, ula düşmenge mağlup bulup gelişidin ensirgende, bir kişi kelip onunla yardım kıysa, ya ki onun düşmanlarga karşı turuşqa kelelmegen yardımcıları qarab, başka yardımcılar bilen kelip, onu himaye kıysa, ya ki onun atrafı bir onu himaye kılıdığan bir qorgan kurup berse, onunla xotirjamlik ve amallıqni beg'ishlagan boludu. Bu kişini biz xotirjam qiyg'uchi deb sifatlaymiz. Endi bendining özünün tabiiyatiga qarasa, bende ichki tarafdan kasalliklarga, ochliqqa, ussuzlikqa duchor boludu. Tashqi tarafdan bo'lsa, ko'ydirguchi ofatlarga duchor boludu. Ba'zida g'arq qilg'uchi ofatlarga duchor bo'ladi. Yaralandırgıcı hamda uning jasadini sundirg'uchi ofatlarga duchor bo'ladi. Uni ichki kasalliklari va hamda ochliqdan, ofatlardan saqlaydigan Alloh tarafidan o'zi kasalliklarga davo qilib yaratgan dorilar, ochliqni ta'minlaydigan taomlar, onun ussuzluğunu teminleydiğen suyuqlıqlar, azalarını afetlerden himaye kıldığan his duygularını yarattı ki, bendilerini daim agahlandırıp durdu. Yani, bu tarafki mansan bu afet ba, u tarafki mansan u afet ba dep. Goya ki, tabir beriş doğru keladigan bolsa, İnsanın his duyguları onunla aldın ala məlumat yollaş hizmetini kılıdı. Qayerdə onunla bir afet saklap tuğan bolsa, onu agahlandırdı. Allah insanın eni şundaq amallıqda bolışıda sebep boluduğan nəsini insanda yarattı. Onun da hemmisidən hem en büyük boğunu ahiretteki katta xavften onun ahirette halak bulup gitişinden hem hatırcam kılıdığan, qorgan boğan kelime tevhidni peygamberler vasıtası bilen evetti.
Ana ahiret teşvişlerinden Allah kelime tevhidni peygamberler vasıtası arqılıq əvətişi bilen bendini ana şundaq büyük halakettin saklaydıgan qorğan misalı da qılıp əvətdi. Hadis Kudüs'ta Allah La ilahe illallah menin qorğanım. Kimi ki menin qorğanımga kirib alsa azabımdan aman qalıdı dedi. Ana mu'minni xotirjam qilg'uchi zot mana mundaq bo'ladi. Bendining bu sifatdan oladigan ulushi shu bo'lish kerakki, Allohning xalqi, maxluqoti, xususan bandalari buningdan xotirjam yashaydigan sifatda yashash kerak. Kishilar uning zararidan xotirjam bo'lib yashash kerak. Mana bu bendining al-mu'min sifatidan algan ülüşüdür. Özüden kişiler xotirjam yashash bosqichidan besib o'tgandan keyin kishilarga dunyolarda, dinlarida kelayotgan zararlarni mudofaa qilib yashalashlar kerak. Payg'ambar alayhisalom dedilar ki, Allohga qasam qilamanki imanning e'tibori yo'q. Allohga qasam qilamanki imanning e'tibori yo'q. Allohga qasam qilamanki imanning e'tibori yo'q deb 3 qitim takrorladi. Ashab-ı kiramlar qo'rqishib so'radiki, ey Allohning payg'ambari, kimning iymonining e'tibori yo'q deb so'rag'inida yanlardaki kişiler onun zerreden xotirjam bo'lanmagan kishi dedi. Peygamber aleyhissalatu vesselam ana Allah her qandaq zarar yetkizishga qodir bo'lsa ham bendining atrofida hamma tarafdan kelayotgan azoblardan, kelayotgan kasalliklardan saqlaydigan dorilarni, ochliqdan saqlaydigan taomlarni, usuzlikdan saqlaydigan suyuqliqlarni, tashqi tarafdan keladigan afetlerden saqlaydigan narsalarni, jasadlarini va a'zolarini yoritib bersa ham bu zaif banda atrofidagi kishilarga zarar yetkazsa, bu Allohning al-mu'min sifatidan hech qanday bahramand bo'lolmagan kishi bo'ladi. Bandalar ichida al-mu'min sifatiga eng sazovor bo'lgan kishi kim? Kishilarning shariatga xiloflik qilayotganligini ko'rib, ularning dahshatlik bir halokatga ketayotganligini ko'rib, ularning shundoq bir dahshatli halokatdan, xususan oxiratdagi azobdan saqlanishiga sabab bo'lib xizmat qilgan mu'min kishi Allohning al-mu'min sifatini o'zlashtirishga harakat qilgan kishidir. Kishilarni Allah'ın nicatlık yoluga menishiga harakat qilgan bu sifat payg'ambarlarning eng oliy sifatlari bo'lgan. Ular bütün o'zlarining hayot vaqtidagilari bilan emas, balki qiyomatgacha bo'lgan insoniyatning faqat insoniyatning o'zgilam emas, balki olamdagi Allohning mavjudatining hammasining xotirjamlikda amanlıqda bo'lish uchun bo'lgan islom dinini yetkazishda o'zida bor bo'lgan bütün imkoniyatlarni sarf qilib, kishilarning amanlıqda bo'lishiga harakat qilgan. Ana payg'ambar alayhissalatu vesselam sizlar xuddi parvonadek o'tqa o'zinglarni ursizlar. O'tliqini bilmasdan ursizlar. Men to'xtamasdan sizlarni o'tdan tartib turg'uchiman degan ekan. Ana bu payg'ambarlarga mirosxo'r bo'lgan o'limalar kishilarning halokatiga sabab bo'layotgan narsalardan ularning dunyo va oxiratda omonlikda bo'lishiga bor kuchlarini sarf qilib, hatto ulardan arziyatlar ko'rsimi ham uningga hirsman bo'lgan kishilar Allah'ın el-mu'min sifatidan ülüşünü elib, Allah'ın xulqini özleştirishga harakat qilgan kishilardir.
Qur'on va hadislarda Allohning bu ism sifatlariga aloqador tuvandagi mazmunlar tilga ilingan. Sura Yusuf 17-oyatida ular ey atamiz Yusufni nesillərimizdən yanında qoyub yugurishkili ketib qilibdiq. Uni bo'ri yeb ketibdi. Rast gap qilsaqmi sen bizga ishonmaysan deyishdi. Quraysh surasi 4-oyatida ularni qo'rqinishdan amin qildi. Sura Al-An'am 82-oyatida azobdan amin bo'lish iymon etgan, iymonga mushriklikni aralashtirmagan odamlarga mansubdir. Ular hidoyat topquchilardir. Sura Fussilat 40-oyatida shubhisizki bizning oyatlarimizni burmilab tushundiradiganlar bizga maxfiy qolmaydi. Qiyomat kuni davzaqa tashlanadigan odam yaxshimi yoki qiyomat kuni Allohning azobidan amin bo'lgan holda keladigan odam yaxshimi? Xoliqininglarni qilinglar. Shubhisizki Alloh qilmishinglarni ko'rib turg'uchidir. Payg'ambar alayhissalatu vassalam Alloh bilan qasamki iymon etgan bo'lmaydi. Alloh bilan qasamki iymon etgan bo'lmaydi. Alloh bilan qasamki iymon etgan bo'lmaydi. Alloh bilan qasamki iymon etgan bo'lmaydi dedi. Sahobalar ey Allohning payg'ambari u qanday kishi deb so'radi. Payg'ambar alayhissalatu vassalam qo'shnisi uning baloy ofatlaridan amin bo'lolmaydigan kishidir deb javob berdi. Buxoriy 6061-hadis, Muslim 181-hadis. Yana Rasul sallallohu alayhi vasallam Muslim naql qilgan hadisda mu'min degan kishilar uning qonlari va mollariga cheqilishidan amin bo'lgan kishidir degan. Tirmiziy 2836-hadis, An-Nasa'i 5012, Abu Davud 4069-hadis.